Assalomu alaykum. Yurtimiz va xorijda bo'layotgan muhim voqealar tafsiloti bilan efirda xabarlar, studiyada Hurmatoy Nurmatova. Avval bugungi dasturimizning qisqacha mazmuni bilan tanishib oling. Jo'g'org'i Kengashning 6-chaqirilishi 2-sessiyasini yakunlandi. Bu degan ilmiy til bilan aytganda konflikt interesov deb qo'yadi. Qirg'iziston Livan bilan diplomatik aloqalarni tuzdi. O'sh shahrining Amur Temur hududiy kengashida qazilgan yo'l asfalt qilinmagan. Bugungi kunda grafik bo'yicha ish yurib ketadi. O'sh oblastining uzoq hududlarida ijtimoiy muammolar hal qilina boshladi. Elga, maktabga yaqin arada mechit turadi. Oga bir el qamsiqlar, suv aybay toza chiqdi. 6-chaqirilishdagi parlament vakillari sentyabr oyidan boshlab 186 yangi qonun loyihasini yoqtirishgan. Uning 153 prezident ko'rigidan o'tib amalga oshgan. Buni Jo'g'org'i Kengash raisi Chinibay Tursunbekov aytib, deputatlarning 2-sessiyasi natijasini bugun chiqardi. Uning so'zlariga ko'ra, ishga kelmagan qonun chiqaruvchilar 20 ming so'mgacha jarimani davlat g'aznasiga to'lab, natijada ularning ishga bo'lgan javobgarligi ortgan. Biroq hozirgi deputatlarning ishiga ayrim siyosatchilar va sobiq deputatlar norozi. Ular aholining muammosini unutib, o'z imkoniyatlariga mos qonunlar chiqarishga bel bog'lashgan. 6-chaqirilishdagi deputatlarning 2-sessiyasi 29-iyunda yakunlanib, 2 oylik ta'tilga chiqishdi. O'tgan vaqt davomida 153 yangi qonun loyihalari qabul qilinib, prezident Almazbek Atambayev imzolagan. Ularning biri qatori Jo'g'org'i Kengash raisi Chinibay Tursunbekov ijtimoiy va elektron yo'nalishda qabul qilingan qonunlarni aytdi. Sababi Qirg'iziston zamonaviy yo'nalishda birlashgan elektron baza ishga tushish harakatida. Elektronika bo'yicha biz bir mizam dolborini kirgizdik. Endi uchun elektronika barimiz sanariptik texnologiyalarni qo'llangan o'lkaga aylanishimiz kerak. Butun dunyo shu bag'atga baratadi. Onun uchun mizamdıq negizler bo'lishi kerak. O'shaning uchun sanariptik texnologiyani qo'llangan o'lkaga aylanish uchun toza qavm degan mana mamlakatiy programma o'g'atasinglar, o'shaning barini tayyorlab ko'rish kerak bo'ldi. O'shol bo'yicha bir qancha mizam dolborini qabul oldi. Rais so'zlariga ko'ra, deputatlarning javobgarligi avvalgiga nisbatan bir qancha yuqorilagan. Masalan, parlament yig'iniga kelmagan xalq vakillariga solinuvchi jarima miqdorini aytish mumkin. Yil boshidan beri Jo'g'org'i Kengashning umumiy yig'inida va fraksiyalarning komitet muhokamasida ishtirok etmaganlar taxminan davlat g'aznasiga 20 ming so'mgacha to'lashgan. Lekin 6-chaqirilishdagi qonun ishlab chiqaruvchilar ishiga sobiq deputat Ravshan Jeenbekov qanoatlanmaydi. Dacha suvdagi samolyot halokati bo'yicha tuzilgan deputat komissiyasini tanqid qilib, natijasini chiqarish siyosatlashib ketganligini aytadi. Bir juma murda prezidentdan orden aldı. Atını aytpay qo'ying, kim ekanini baringlar bilesinglar. Muna kecha kuni prezidentning teshesi yo'q, chechim chiqarib berdi. Bu degan ilmiy til bilan aytganda konflikt interesov deb qo'yadi. Егерде ошол президенттин күнөөсү барбы же жокпу деген комиссиянын башында турган адам, изилдеп аткан адам боло турган болсо, ал президенттин колунан орден алганга болбойт андай адамга. Эгерде андай адам комиссиянын башында туруп президенттин колунан орден ала турган болсо, андай адам демократиялуу же нормалдуу мамлекетте ал депутаттык мандатын өткөрүп берип кызматынан кетип түрмөгө камалат. Hozirda Jo'g'org'i Kengash to'liq prezidentga bo'ysunadi. Natijada asosiy deyilgan xizmatlarni unutib, odob doirasidan uzoqlashib ketganligini siyosatchi qo'shimcha qildi. Ayrim kamchiliklar bilan parlament, sud va hukumat roli pastlagan. Sababi deputatlar aholining ijtimoiy va huquqiy masalasini birinchi o'ringa qo'yib, sud tizimiga bog'liq qonunlarni qabul qilishdan chetlashadi. Sot boyunca çeşimlerin barın dayındap çıkışkan, oşo boyunca je kirgizilерекпи, je kirgizken zakondu ayağına şeyin karaya almaya karşı sot sisteması boyunca biz bunday kodekspi kompleksli zakondardı da kança işlep çıkarmaya alıştı da. Sebebi jana sottor bayağı momca zakonda qanday jasılgan, bukvası qanday, duhu qanday dep oşoga jaraşa çeşim qabul alбай, qayerle qılçaqta öyle prezidentin aparatından emne de aytacak, emne de aytacak, iki jaqta qarab degi masaleni tüşçe salmay atadi. Sababi qonun ishlab chiqaruvchilarni aholi saylagan. Shu sabab 120 deputat o'z vazifasini aniq bajarish kerak. Asosiysi qabul qilingan qonunda aholi hayotiga yaqinlashtirib ishga kirgan qonunni amalga oshirilishini nazorat qiluvchi organ tuzish kerak. Bu parlamentda adolatni o'rnatib, qonun chiqaruvchilarning ochiq-oydin bo'lishini sobiq deputatlar aytishmoqda. Ta'tilga chiqqan deputatlar sentyabr oyida ish boshlashadi. Asosiy masalalardan biri aviahalokatdagi yuk masalasini yakunlash aytilmoqda. Majnun Ulug'bek qizi Gulzara Baqayeva, Azamat Imanov, Intimaq, Bishkek.
Qirg'iziston Livan bilan diplomatik munosabatini yo'lga qo'ydi. Tashqi ishlar ministrligining bildirishicha, hujjatga Qirg'iziston bilan Livanning BMTdagi doimiy vakillari Mirgul Moldaisayeva va Nasaf Salam qo'l qo'ygan. Hujjatda ko'rsatilishicha, ikki o'lka BMTning ustaviga ko'ra xalqaro tinchlik va xavfsizlikni kuchaytirish, davlatlararo tinchlik, suverenlik va ichki siyosatga aloqador prinsiplarga tayanib diplomatik munosabat tuziladi deb aytiladi bildiruvda. Hujjatlar imzolangandan so'ng ikki tomonlama uchrashuv o'tib, unda Qirg'iziston bilan Livan o'rtasida turli tarmoqlar bo'yicha hamkorliklar aytildi. O'sh shahrining Amur Temur hududiy kengashida qazilgan yo'l asfalt qilinmadi. Gaz quvurlari yer ostidan o'tkazilishidan oldin yo'lni qayta ta'mirlash va'da qilingan. Biroq qazilganiga 3 oy bo'lsa ham shag'al to'shalgan bo'yicha qolgan. Buning natijasida transport qatnovi qiyinlashib, avtomashina ehtiyot qismlari tez ishdan chiqmoqda. Arzlangan mahalliy yashovchilar ishni tezlashtirishni talab qilishmoqda. Yo'lni qayta tiklash ishlari qachon boshlanadi? Bu savolga javob izlab ko'rganmiz. Amir Temur hududiy kengashdagi qazilgan yo'l 3 oydan buyon ta'mirlanmayapti. Shag'al to'shalgan yo'ldan bir kunda 1000 dan ortiq transport qatnaydi. Haydovchilar yo'l yomonligidan mashinalar tez-tez buzilib ortiqcha chiqim bo'layotganligini aytishmoqda. Bir kunda 4 marotaba yo'lovchilarni tashigan Farhod Izayetov yo'l ta'mirlanmayotganidan norozi. Sababi chuqurlari ko'p bo'lgan yo'l sababli haftasiga 5000 so'm sarflab avtomashinasini ta'mirlashga majbur bo'lmoqda. Odam men yo'lni ko'rtasizlar. Yo'l вообще nachar. O'yilib tutilib qo'ygan уже. Hozir tushgandan keyin ko'rsangizlar, ular to'cha oldi. Kesib o'sha o'yincha deta Amur Temur shaharchasining elini jama g'ilanib ketdi, turasiz-chi. Amur Temurda to'liq ta'mirlanmay qolib ketgan yo'lning uzunligi 2,5 chaqirimni tashkil qilib, ta'mirlanmagan yo'l aholi uchun ham qiyinchilik yaratmoqda. Shu sabab ular tegishli xizmatlarga yo'lni ertaroq ta'mirlab berish talabini qo'yishmoqda. Agar qish mavsumigacha yo'l ta'mirlanmasa, unda mashina bilan yurish imkoni bo'lmay qolishini aytib norozi bo'lishmoqda. 25 yildan beri haydovchilik qilamda. Oxiri bo'ya qoldi, abdan zamonda yo'lda ahvolichi. Shunda ketaversa qishgacha avariyaning sosten olib qoladi. Avariya olib qoladi. Bir-biridan chuqurdan olib qochanda ikkinchi streshniga chiqib olsang, urib olsang dag'ayli bo'ladi. Bir oyda 1-2 yo'li hadovoy qildim men o'zimcha ishni. Amir Temur hududiy kengashdagi yo'l aprel oyida gaz quvurlarini almashtirish uchun qazilgan. Natijada eskirgan gaz quvurlari to'liq almashtirilib, yo'lni ta'mirlash ishlari Gazprom Qirg'iziston kompaniyasiga yuklanganligini O'sh shahar yo'llar boshqarmasi tomonidan bildirishdi. Reja bo'yicha yo'lni ta'mirlash ishlari iyul oyining 10-gacha bitkazilishi kerak. Negizgi ishlar to'liq bilan Gazprom Qirg'iziston javobgarchiligiga chektilgan va qo'mi bor. O'shol to'liq bilan o'shol ishni olgan. Yo'lni qazuv ishlari bo'lib, ariqlarni qazuv ishlari bo'lib, tutugini tartayotgandachi. O'shalar to'liq men javobgarchiligi men olganda, bugungi kunda grafik bo'yicha ish yurib жатат. Talab bo'yicha yo'llar boshqarmasi tomonidan tekshirilib, bunday o'rcha aytganda сопровождение qilib yuramiz. Gazprom Qirg'iziston kompaniyasiga murojaat qilgan vaqtimizda ta'mirlash ishlari 29-iyundan boshlanganligini aytishdi. Hozirda asfaltni qayta tiklash ishlarini Amantur Stroy mas'uliyati cheklangan ishxonasi olib bormoqda. Mazkur kompaniya belgilangan muddatga ta'mirlashni yakunlab, O'sh shahar yo'llar boshqarmasiga o'tkazib berishini ma'lum qildi. Bugungi kunda o'sha yo'lning asfaltning qaluvuna keltirish ishlari yurib o'tadi. Bu qaluvuna asfaltning qaluvuna keltirish ishlarini o'sha Amantur Stroy degan javobgarchilik cheklangan qo'm tenderdan o'tgan, o'shol ishxona yurgizib жатат. Bu 10-yilga chayin to'liq o'shol asfaltni qaluvuna keltirish ishlarini jasab o'tib, O'sh shaharlik yo'llar boshqarmasiga o'tkazilib beriladi. Gazprom Qirg'iziston korxonasi 2016-yilda 10 obyekt bo'yicha umumiy uzunligi 12,5 chaqirim yer ostidagi quvurlarni almashtirgan. Bu yilda ham 12,5 chaqirim gaz quvurlarini ta'mirlashni rejalashtirmoqda. Gazprom ishxonasining ma'lumotiga ko'ra, O'sh shahridagi ko'pchilik gaz quvurlari eskirib, avariya holatida. 40 yildan buyon almashtirilmagan quvurlarni bosqichma-bosqich ta'mirlash ishlari olib borilmoqda. O'sh oblastidagi 10 qishloq hukumatda ijtimoiy muammolar hal qilina boshladi. 2014-yildan beri O'zgan, Novqat va Aravon rayonlaridagi suv, bolalar bog'chasi va tungi yoritish kabi muammolarga grant asosida mablag' ajratilib, ishlar bitirilmoqda. Umumiy 4 yil oralig'ida 17 ijtimoiy infrastruktura loyihalari amalga oshgan. Uning ichidan Sherali qishlog'idagi 2000 ga yaqin yashovchilar ichimlik suvi bilan ta'minlanishsa, Do'ngbuloq qishloq hukumatiga tungi yoritish vositasi o'rnatildi. Oblastdagi aholining muammolari va ularning hal qilinishi to'g'risida navbatdagi lavhada tanishasiz.
O'sh oblastida toza suv va bola bog'cha yetishmovchiligi asosiy muammolardan biri. Bunday muammo asosan qishloqlarda Sovet ittifoqi tarqagandan beri bartaraf etilmagan. Masalan, O'zgandagi Sherali qishlog'ida o'tgan 20 yildan beri toza suv chiqmay, yashovchilar hayvonlar bilan bir ariqdan suv ichishga majbur. Darya var, ananda kazgan kanalımız varında ketken dekanlarga teşekkür demal. Biz oğan içişke olmaydı. Ayvay yıllar. Uşu biz sudan öte muhtaçbız. Çoğun arığımızdan, aldığımızdan su ötüt. Çoğun. Neme ılayqa, anan keyin elder hem musurunu tökkön, anı maldağı içkisi kelbeydi, çınımda. Suv chiqarish va ijtimoiy infrastrukturani yaxshilash maqsadida Agaxan jamg'armasining birga loyihasi 3 yil avval ishga tushgan. Grant dasturi asosida qishloqlardagi muammolarni hal etish asosiy masala. Eng kerakli masalalarni tanlash uchun o'tgan yilda ijtimoiy muammolar aniqlanib, grant tanlovida loyihalar taklif etilgan. Ular qatorida Sherali qishlog'idagi 2000 aholiga suv chiqarish ishlari boshlangan. Объемы 40 метр кубический час деп аталат. Ошол коюлуп, бул жерге башыны водовод напорду башына коюлат. Анан биз элге, мектепке, тиги жакын арада мечит турат. Ага бер эл камсыз кылабыз, суу аябай таза чыкты. Loyiha asosida oblastdagi ijtimoiy nochor 10 qishloq hukumati tanlanib, ularning muammolari aniqlangan. Tanlovda qishloq olisligi, davlat bergan dotatsiya darajasi, taklif sifati, ahamiyatliligi kabi talablarga e'tibor qaratilib, mablag' ajratildi. Kechede qar qartandar qiynalbay, çalınbay basıp kaldı, uğurluk azaydı. Anın üstüne bak, çöğürden koyup ketken ayılga girip toğukları jep turdu, mına azayıp jarıkka gelbey kaldı. Andan sırtkalı şöyle Agaxan menen biz Dombulak 2-1 ayılında 1,5 kilometrge latkoy setlerdi koyduk. 3 yil avval ishga oshgan loyiha asosida 200 ming AQSh dollari berilib, unga tungi yorug'lik o'rnatish, elektr simlarini yangilash, qirg'oqlarni mustahkamlash ishlari olib borilmoqda. Eslatib o'tsak, mazkur loyiha o'lkaning Norin oblastida ham olib borildi. Bu yil Jalolobod oblastida madaniy muassasalarni ta'mirlashga e'tibor qaratildi. Shunday qilinmasa, kutubxonalar bilan madaniyat uylarining ko'pchiligi kapital ta'mirga muhtoj bo'lib qolgan. Bu masala hukumatning Jalolobod oblastidagi vakilligining kollegiyasida ko'tarildi. Natijada odob, iymon va madaniyat yili asosida to'liq ta'mirdan o'tkazish topshirilgan. Biroq dotatsiyada turgan qishloq hukumatlar topshiriqni bajara oladimi? Muxbirimiz hikoya qiladi. Bozorqo'rg'onning Aqman qishlog'idagi madaniyat uyi ta'mirtalab bo'lib, 3 oydan beri rahbar yo'q, ishlamayapti. So'nggi marotaba 2005-yilda kapital ta'mirlash ishlari olib borilib, hozirda esa devorlarni ko'chib, nochor ahvolga kelgan. Madaniyat uyining bu holat sababli rahbar ishdan olinib, 3 oydan beri yangi rahbar tayinlanmagan. Быйылкы жылга, июль айынын аягына биз 50 миң сом акча карап, буну утурумдук ремонттан эшиктерин жаңылап, айнегин и краска маселесин чечтик. Oblastda bu kabi kapital ta'mirga muhtoj 30 ga yaqin madaniyat idoralari bor. Ko'pchiligi Oqsi, Alabuqa, Chatqal rayonlarida joylashib, ularning rahbarlariga ta'mirlash ishlarini olib borish, loyihalarini tayyorlash vazifalari qo'yilgan. Buning uchun xalqaro tashkilotlar grantlar yordami bilan mablag' topish taklif etildi. Ana endi biz cho'ng proyektga do'ngni bo'lsa, ana o'ylab kichik proyektlarda sizlar do'ngni olib qo'shing. Oblast bo'yicha jami 335 madaniyat uylari bor. Joriy yilda Toshko'mir, Qorako'l shaharlaridagi obyektlar mahalliy g'azna va xalqaro tashkilotlar ta'minlovi bilan ta'mirlangan. Shuningdek, To'qtog'ul rayonidagi qishloq kutubxonasi ham to'liq ta'mirlangan. Undan tashqari oblastda 4 madaniyat uyi avariya holatida bo'lib, mazkur vaziyat bugun oblast kollegiyasida qaralib, tegishli rahbarlar ogohlantirilib, vazifalar berildi. Tekşerүүнүн жыйынтыгы менен 10га жакын маданият үйлөрү, ошондой эле 10га жакын айылдык клубдар, 10га жакын айылдык китепканалар тарабынан кемчиликтер болду. Bugungi yig'in natijasida qishloqlardagi toza suv muammolari va 2017-yilda qabul qilingan rejalar bajarilishi muhokama qilindi. Uning ichida Jalolobod shahrining budjeti bugungi kungacha qabul qilinmaganligi bo'yicha vaqtincha mer vazifasini bajaruvchi Turdali Temirbayevga vazifa yuklanib, rayon rahbarlariga yilning 2-yarmida kamchiliklarni bartaraf qilish vazifasi topshirildi.
Dasturimizning ikkinchi qismini boshlaymiz. Avval uning qisqacha mazmuni bilan tanishib oling, yangiliklarni esa reklama va e'lonlardan so'ng davom ettiramiz. Biz bilan birga bo'ling. Eronning Tojikistondagi elchiligi Xo'jand shahridagi vakilliklarini yopdi. O'sh Tomchi qatnovi qayta ishga tushdi. 2015-yılı birinchi reys açkanbız, O'sh Issiqko'l. Batkenda don ekinlarini yig'ish ishlari boshlandi. Siz xabarlar axborot dasturini tomosha qilyapsiz. Dasturimizni davom ettiramiz. Batkenda don ekinlarini yig'ib olish ishlari qizg'in bormoqda. Hozirda 23 ming gektar maydonning 7% yig'ib olindi. Uni o'rib yig'ishga hududda 49 kombayn jalb qilinib, ularning teng yarmi ekinni to'liq pishishini kutishmoqda. Hosildorlik o'tgan yilgidan yuqori bo'lib, 1 gektardan 3-4 tonnagacha don olishmoqda. Bu yilga rejalangan 29 ming tonna bug'doy kuz oylarigacha yig'ib olinadi. Dehqonlarning xirmoni to'g'risida muxbirimiz so'z qiladi. Botganda qilqonli don ekinlarini to'plash ishlari 20 kundan beri olib borilib, birinchi Laylak rayonida boshlanib, hozirda 1680 gektari to'plangan. Ko'pchiligi hosil yaxshi bo'lib, kutilgandan 1000 tonnadan ko'p bug'doy olinishi rejalashtirilmoqda. Har yilda Botgan oblasida jami 17 ming tonna bug'doy to'planar edi. Tushumduligi 30-35 dan beradi. Hozir yaxshi qaraganlarga 50 dan ham olyapti. Dehqonlarga mana biz bulturlari mana jeka menchik kombaynlar yo'q edi. Hozir bizda уже bizning oilamizda o'zida 5 ta jeka menchik kombayn bor. O'shalar hozir arzon haydab beryapti. Bu yilda jami 23600 gektar maydonga don ekilgan, uning 18 ming gektarini qayroq yerlar tashkil qiladi. Bu yilda 29 ming tonna hosil to'planishi rejalashtirilib, lekin o'tgan yilga nisbatan don maydonlari 600 gektarga ozaygan. Sababi bu yilda ko'pchilik loviya ekkan. Былтырғы жылға салыстырмалы budayımızın аянты biraz azaydı 600 gektarga. Себеби дам бурчак эгиндерге өткөнүбүзгө байланыштуу 600 гектары азайып кеткен. А негизинде дам бурчакка көбүрөөк басым жасап дыйкандар тарабынан дам бурчак тарабына өтүп кетти. Qilqonli don mahsulotlarini to'plashda texnik yetishmovchiligi yo'q. Hozirda Botgan oblasida 50 kombayn ishlamoqda. Uning 16 tasi Laylak, 18 tasi Qadamjoy qolgani Botgan rayonlarida. Hosil to'plovchi texnika navbati bilan xizmat ko'rsatib, haq mahalliy hukumat qo'ygan narxda bo'ladi. 1 gektar maydon uchun 2500 so'mdan 3000 so'mgacha bo'lib, yonilg'i moy narxiga bog'liq belgilangan. Remont qilib, qayra sezonga tayyorlanib, hukumat chiqargan sena bilan narx bilan o'rib beramiz. Botgan oblasti bo'yicha qilqonli don ekinlarining 40% ni Laylak rayoni yetishtiradi. Hozirda to'plash ishlari Laylak va Qadamjoyning Xalmiyon qishloqlarida olib borilmoqda. Hosil yig'ish ishlari sentabr oyigacha davom etadi. Eslatib o'tsak, Botgan oblastida qilqonli don ekinlari arpa bilan bug'doy ko'p bo'lsa, oqturpoqda guruch 90% o'stiriladi. Bu yilgi mavsumda O'sh Tomchi qatnovi birinchi reysini amalga oshirdi. Har yili yozda qatnaydigan parvozlarning dastlabkisida O'shdan Issiqko'lga safar qilganlarni tashkil qildi. Yo'lovchilar O'sh bilan Issiqko'lni bog'lagan havo qatnovlari ishga tushganiga quvonishdi. Sababi bu vaqtgacha ko'lga borish uchun 20 soatga yaqin yo'l yurib yoki poytaxtga borib, ko'lga bazo'r yetib borishar edi. Bugun birinchi marta amalga oshirilgan parvozda o'rindiqlar to'lib 90 kishi o'z manziliga eson-omon yetib olishdi. Ularning orasida bizning ijodiy guruh ham bor. O'sh Tomchi reysining ilk yo'lovchilarini Issiqko'lga yo'l olganlar tashkil qilib, yozgi mavsum boshlanganligi natijasida bo'sh o'rin qolmadi. Bu yo'lovchilarni quvontirdi, sababi mazkur reys bilan 20 soatlik yo'lni 45 daqiqada bosib o'tish imkoni yaratildi. Shunday samolyot uchib qolibdir. Biz abdan quvonchizdamiz. Murda jurchimiz tundab kundab bu yerga jetpey. Rahmat shuni reyslarni ochib qo'yganlarına. O'sh Tomchining ilk reysida 90 yo'lovchi Tomchi qishlog'idagi Issiqko'l aeroportiga kelishdi. Joriy yil mavsumidagi ilk reys bo'lganligi sabab yo'lovchilarni Issiqko'l havo maydonida shirinliklar bilan kutib olib, ko'ngilli dam olish tilashdi. Negizdan burun O'shdan Bishkekka 10 soat kelib, 12 soat hozirgi vaqtda qayra Bishkekdan bu yoqqa 5 soatda keladilar. Hozir mana 40 minutda jeta turgan joyimizga yetib oldik. Buga cho'ng rahmat. Endi O'sh Tomchi reysi 3 oy davomida bir haftada 2 marotaba O'shdan Issiqko'lga boradi.
Unda barcha sharoitlar yaratilib, yo'lovchilar xavfsizligi saqlangan. O'sh tomchi reysini ochishni birdan-bir maqsadi olis yo'lni qisqartirib, Qirg'iziston ichida havo yo'llarini kengaytirish bo'lib hisoblanadi. Reys Tezjet aviakompaniyasi tomonidan amalga oshirilmoqda. Yo'ldan uzoq yo'lni qisqartib, o'sha aviakompaniya Tezjet 3 yildan beri uchib o'tadi O'shdan. Biz abdan quvonchiqdamiz. Ellerga da yaxshi bunday условиялар создавать etkenge bizdagi мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Эмнеге ысык көлдү тандагандын себеби бул ички каттамдардын санын көбөйтүү жана ошондой эле Кыргызстандын ички туризмин өнүктүрүү ошого терең багыт койгонбуз. O'sh tomchi reysi 2015-yilda ishini boshlab, har yilda O'shdan Issiqko'lga uchganlarning soni ko'payyapti. Agarda yo'lovchilar soni yanada ko'paysa, har mavsumda reys bo'ladi. O'sh aeroporti vakillari ma'lumotiga ko'ra, kelasi yilda Botkendan Issiqko'lga to'g'ri uchishni rejalashtirishmoqda. Hozirda Botkenning uchish maydonlari kengaytirilib, sharoitlar yaratilyapti. Majnun Ulug'bek qizi Asil Busurmanqul qizi Baxtiyor Asilbek o'g'li Intimaq. Ertaga 1-iyul tibbiy xodimlarning kasb bayrami nishonlanadi. Shu munosabat bilan O'sh oblastida shifokorlar uchun tadbir o'tkazib, ko'p yillar davomida ishlagan xodimlar taqdirlandi. Bayram oldidan sovg'alarga ega bo'lganlar maoshning ozligi, kasbning og'ir yengilligiga qaramay aholining salomatligi uchun xizmat qilib kelishadi. Bemorlarga yordam bergan shifokorlarning ishi bo'yicha navbatdagi lavhada tanishasiz. Shifokor Almaz Mamataliyevning har kuni qaytalanuvchi ishlaridan biri O'sh oblast kasalxonasining travmatologiya bo'limida singan suyaklarni davolash. U boshqa kasalliklarga nisbatan singan yerlarni tuzalishi qiyin bo'lishini aytadi. Ayrim bemorlar 1 yilgacha davolanishi mumkin. Bemorlarni davolash bo'yicha 20 yil davomida ishlab keladi. O'shni bizga kirishib, tushuntirib, bunday tayyorlanasiz deb, bunday rejim saqlash kerak deb, shu ayog'ini bosib ketgisi biz birga bo'lamiz-da. So'nggi vaqtlarda yo'l tabiiy ofatlar soni ko'payib, uning oqibatida bemorlarning soni ortgan. Shu sababli Mamataliyev kuniga 3-4 marotaba bemorlarga og'ir operatsiyani amalga oshiradi. Bunday vaqtlarda shifokorlarga katta mas'uliyat yuklanadi. Muvaffaqiyatli bo'lgan operatsiya shifokorlarga stimul beradi. Betab yaxshi bo'lib, bosib, yaxshi bo'lib, bizni больницадан orqamizdan chiqib, rahmat deb Desolun yaxshi ko'rmagan o'sha bizga eng ko'p kuch beradi. Qonunchi yilda bo'yatib, mana sudga tartib bo'ldi, ketesmiga. Bir ko'rgan kishiga yosh bolalarni rentgen apparatiga tushirish oson ishga o'xshaydi, lekin uning qiyinchiliklari unda ishlagan kishigagina ma'lum. Sababi singan, og'rigan a'zoni aniqlash, to'g'ri ko'rsatib berish kerak. Bolalarning qo'rquv hissi bunga to'sqinlik yaratib, shifokorlardan sabr talab qiladi. Ular qatorida Abdulla Sharabbayev ham bor. Kebri yilay ota-onasidan qarma bera olmaydi-ku. 2-3 yil qaytib kirishadi. Ondan bizda ham ko'plarda odam o'ta ko'p bo'ladi. Shaharda ko'pchilikda rentgen kabinет ishlaydi. O'shaga baylanishli kebrda biz vaqtimizda uzarib ketadi-da, ish vaqti. Dietalarni o'tasizmi? Bemorlarni davolashda bir-birini tushunish katta ahamiyatga ega. Bu kasallikka chalingan bolalarga yaxshi natija beradi, deydi Baxtigul Janto'rayeva. U bolalar orasidagi allergiya kasalligini davolab, ko'pchilik vaqtlarda bemorlarga mehr, yaxshi muomala davo bo'lishini aytadi. O'sha arzu menen, balдар menen dag'in деле иштеп атам. O'sha балдар менен иштегениме, булардын кубанычына кубаныч болуп, сакайганда кубанычка толгон көздөрүнө караганга, дарт басып ооруп келгенде ыйлаганда кошо ыйлаганга биз деле туура келет. Ошо нерсе менен өзүм аябай сыймыктанам. Ertaga 1-iyul kuni shifokorlarning kasb bayrami munosabati bilan mahalliy hukumat tadbir uyushtirib, oblast shifokorlarini tabrikladi. Unda sog'liqni saqlashga qo'shgan hissasi uchun yuqoridagi shifokorlar bilan birga 50 ga yaqin xodim faxriy yorliq va pul mukofotlari bilan taqdirlanishdi. Ta'kidlab o'tsak, oblast rahbariyati shifokorlarning tajriba orttirishi uchun Turkiya, Rossiya kabi davlatlarga yuborib turadi.
Dasturimizda xalqaro yangiliklar bilan davom ettiramiz. Eronning Tojikistondagi elchiligi Xo'jand shahridagi vakilliklarini yopdi. 29-iyunda shahar markazidagi binodan Eron elchiligining savdo vakilligi va Eron elchiligining madaniy vakilligi degan yozuvlar topildi. Ma'lumotga ko'ra, Eron elchiligining mazkur shahardagi vakilliklari Tojikiston hukumatining talabi bilan yopildi. 2 hafta avval ular yopilish to'g'risida rasmiy bildiruv olishgan. Shundan so'ng Eronning Tojikistondagi elchiligi bu yerda xodimlarini mehnat ta'tiliga chiqargan. Hozircha kelajakda vakillik o'z ishini qayta yuritishi noma'lum. Eron vakilligining so'zlariga ko'ra, mazkur qaror bo'yicha izoh berishdan bosh tortishdi. Xo'jandliklar Eronning madaniy vakilligiga tez-tez yordam berib, kutubxona va bepul internetdan foydalanib kelishgan. Vakillik mahalliy adabiyotchilarning kitob chiqarishiga moddiy yordam ko'rsatib, tojik olimlari bilan talabalarini Eronga jo'natib turgan. AQSh prezidenti Donald Tramp Rossiya davlat rahbari Vladimir Putin bilan iyulning boshida katta 20ning sammitida uchrashadi. Bu haqda Trampning milliy xavfsizlik masalalari bo'yicha maslahatchisi Gerbert Makmaster rasmiy bildirdi. U ikki lider muhokama qiladigan masalalar hozircha aniq emasligini ta'kidladi. Bu Trampning prezident bo'lib qolgandan keyingi Putin bilan birinchi uchrashuvi bo'ladi. 28-iyunda bu uchrashuv to'g'risida Rossiyaning tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov bildirib, Vashingtondagi russofobiya kayfiyati Rossiya bilan AQSh dunyodagi ahamiyatli muammolarni birgalikda hal qilishiga to'sqinlik qilayotganini ta'kidladi. O'rta Yer dengizi orqali Yevropa o'lkalari tomon chiqqan muhojirlar yo'li oxiri borib Italiyaga taqalmoqda. Yelim qayiqlarda yuzlagan qochqinlarni dengiz yuzidan nodavlat qutqaruvchilar tashkiloti Italiyaning yaqinidagi portga yetkazmoqda. To'xtamagan muhojirlar soni bir hafta ichida 10 mingdan ortiq kishini tashkil etdi. Shuning uchun Italiya hukumati muhojirlarga nisbatan kuchli chora ko'rishni eslatib o'tdi. Italiya har kuni minglagan muhojirlarni qabul qilishni davom ettiryapti. O'rta Yer dengizi orqali yelim qayiqlarda ketayotgan muhojirlarni nodavlat tashkilotlari qutqarib Italiyaning portiga yetkazishadi. Oxirgi haftada Appenninskiy yarim orolidagi portga 12 mingga yaqin qochqin olib kelingan. Shunga bog'liq Italiya hukumati o'lkaga daxli bo'lmagan kemalar uchun portlarni berkitishni bildirdi. Ushbu bildiruvdan so'ng Yevrokomissiya Italiyaning qarorini to'lig'i bilan qo'llab berishni ta'kidladi. Italiyaның чечимин колдоого даярбыз. Ага карата өлкөгө зарыл болсо финансылык жардамда көрсөтө алабыз. Буга Евро биримдикке мүчө өлкөлөрдүн баары түз көз карашта болуусу шарт. Ma'lum bo'lishicha, Italiyaning portlarini berkitish masalasi kelgusi haftada Allendagi yig'inda muhokama qilinadi. Unda Yevroittifoqqa a'zo o'lkalarning ichki ishlar ministrlari uchrashishadi. Xalqaro UNICEF bolalarni himoya qilish tashkiloti Afrika o'lkalariga dron bilan gumanitar yordam yetkazishni yo'lga qo'ydi. Unda tabiiy ofatlardan jabrlanib, gumanitar yordam yetkazish qiyin bo'lgan hududlarga tibbiy vositalar jo'natiladi. Afrika o'lkalarining biri bo'lgan Malavi mamlakatiga insonparvarlik yordam yetkazish uchun havo koridori ochildi. Loyihani Xalqaro UNICEF bolalarni himoya qilish fondi amalga oshirdi. Бул ыкма бизге көп тараптан жардам берет деп ишенебиз. Негизгиси гуманитардык жардам жеткирүү кыйын болгон аймактарга медициналык каражаттарды жиберүү мүмкүнчүлүгү түзүлдү. Malavi ko'pincha qurg'oqchilikdan, toza suvning yetishmovchiligidan va suv toshqinlaridan jabrlanadi. Bunday vaziyatlarda o'lka hududiga insonparvarlik yordamini yetkazish bir qancha qiyinchiliklarni olib keladi. Mana shunday holatlarda havo koridori orqali dronlar yordamga uchiriladi. Havo koridorining uzunligi 40 kilometrni tashkil etadi. Bu esa insonparvarlik yo'lida foydalanuvchi Afrika o'lkalaridagi va dunyodagi ilk havo koridori bo'lib hisoblanadi. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz mana shulardan iborat. Shuning bilan xabarlar axborot dasturi mehnat ta'tiliga chiqqanligi sababli ko'rsatuvlarini to'xtatadi. Yangi mavsumda yangi yaxshi xabarlar bilan uchrashguncha xayr omon bo'ling.